Prezidentimizning respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida hududlarda keng ko'lamli profilaktik tadbirlar amalga oshirilyapti. Jumladan Toshkent viloyatida xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha namunaviy amaliyotni Chilonzor tumani misolida joriy etish yuzasidan rejali ishlar olib borildi. Tegishli vazirlik va idoralar, mahalla yetiligi vakillari hamda prokuratura xodimlari hamkorligida jinoyat va huquq buzarliklarni bartaraf etish, shuningdek, ularning kelib chiqish sabab va omillarini aniqlash hamda bartaraf qilishga qaratilgan ishlar ishchi guruh tomonidan o'rganildi. Jarayonlarda bozorlar, savdo va ko'ngilochar maskanlar, aholi gavjum joylarning xavfsizlik holati nazoratdan o'tkazildi. Jamoat xavfsizligini ta'minlashda kuch va vositalarni boshqarish yangicha tartibda tashkil etilmoqda. Patrul post, yo'l patrul, qo'riqlash va profilaktika inspektorlari tomonidan kecha-yu kunduz xizmat olib borilyapti. Shu bilan birga mahallalar va boshqa hududlarni video kuzatuv kameralari bilan jihozlash, ta'lim muassasalari, turar joylar va obyektlarni qo'riqlovga olish, bozorlarni raqamlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Har bir mahallada o'tkazilgan o'rganishlar davomida fuqarolarga sohada amalga oshirilayotgan ishlar, ko'rsatilayotgan xizmat turlari hamda mulkiy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha zarur ma'lumotlar yetkazildi. Shuningdek, sifatli va ishonchli xizmatlar, tezkor hamda qulay servis imkoniyatlari haqida batafsil tushuntirishlar berildi. Bu kabi chora-tadbirlar fuqarolarning xonadonlari va mol-mulki ishonchli muhofazada bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi. Albatta, qo'riqlash xizmat tomonidan o'tkazilayotgan bunday targ'ibot va profilaktik tadbirlarning asosiy maqsadi jinoyatlarning barvaqt oldini olishdir.